Ukamiz mana bugun xudo xohlasa bo'ydoqlik bilan xayrlashmoqdalar. Biz unga ko'makdoshmiz deydi-yu. Kuyov bolamiz chiqqunlarigacha mashinani isitib chiroyli qilib, menimcha so'qatib qoldi-yu. Qilyapti, so'q baribir. Iloji yo'q. Kecha mana 2007-yil bo'lani to'yda edim. Sensatsiya bo'ldi bugun. Mana 97 qofiyani qarang. Farq qarang, necha yil. Yoshni chegarasi yo'q, bemalol murojaat qilaverasizlar. 97 mi, 96 mi, 98 mi, 2007 mi farqi yo'q, borib o'tkazaveramiz. Bo'ydoqlik safidan bataraq qilishga shaybiz. Assalomu alaykum. Yo bola, to'ylar qutlug' bo'lsin. Buttalayda to'siq bo'lar gapishyor. Ha, nar tomonga to'laverasiz. Maqa chiqib qolagan. Chiqib qolasizmi? Ha, chiqib qolaveradi. Ukamiz mana bugun xudo xohlasa bo'ydoqlik bilan xayrlashmoqdalar. Biz unga ko'makdoshmiz deydi-yu. Xudo xohlasa haqiqatda aka bugun xizmatda o'ziz ekan-da bosh rolda. Bitta dahshat tilay bo'lsin endi, shuncha kutilgan endi. Shu yoshlar baxtli bo'lgan, saodatli bo'lgan. Rahmat. Birinchisi, xizmatida bo'laylik. Iloyim. Ha, to'ylarda, ya'ni raddomlarda ham xudo xohlasa xizmat qiladi. Xudo xohlasa aka. Akam kayfiyatlar qalay? Zo'r, rahmat. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi axirgi? Aka xudo xohlasa iloyim. Aka, kelin bilan qana tanishdilaringiz endi, sir bo'lmasa. Voy, qo'y. Bir ko'rishda muhabbat. Qo'y. Hali bunaqasi bo'lmagan. Taqdir nasibda qarang aka. Sizlarga ham shunaqa muhabbatlar nasib qilsin, bo'ydoqlar harakat qilinglar, o'tiravermanglar. Endi men 2007larda ham uylab qo'ydim kecha mana. Bugun endi mana 97. Mana cho'tka hamma yo'q, zo'r ketyapti. Sog' bo'lasizlar, kuzatib boringlar, like, podpiskalarni ayamanglar. Xudo xolasa sizlardan eshiklar qilib taqillatib borib ketdik endi, to'y ekan deydigan kunlar nasib qilsin, ha.